Siz faqat tushunmaysiz. Odamning menda hojatxona kiradigan vaqti yo'q. Shu bekor bo'lgandan keyin qistab ketib qolsa kendi sil yo'qotib turib keladi-ku. Nima bo'ladi? Aşağılık insanlar mısın? Silahı kadın tutmasa, lıkkını toşkup versen taza çiğip. Ağzını tıkıdı, ağzını tıkıdı. Taza mısın da tolgap. Bir hasta. Bir hasta müzik yapmış kalsa. Tamaşaya şu an çıktı. Aşağılık kılmam la. Hey, küçük girgenini soracağım, roman kılıcını kelseniz. Adamını kırıcınız onu diğer ki kırızdın ha. Kara kuldaki kağıt az gel, cıklap bırak kağıtı. Ne lan? Cıklap bırak? Aşağına emez, yerimlerine geldim bir camiye kıpırdıgan. Vay. Neme degen medeniyetsiz gepler bu? Muşu bir kısım şehirlerde bulup muşu payitahtımız Beijing'de. Vay. Ege bir işkirdi bir cıklap ketler. Bekalık olganik aşağı gelip varmam la. Bizim köyden cıkşaya gelir. Kapını basa ayırda saklap kalırsın la. Her rahat. Oğlusam kaçlıfkam. Aşağıda var o. Kağıtın orunun dukağı vermiş. Kaçırdı basa. Ya. Kara. Beyanısız. Bir gün vaktinizi ısrap kılıp çoğun olsun küçük olsun ticaret koyduğunuz. Konularda bulmasan ıllık sıray açmağın dükkan saray deyin gep var. Acayip isli gep günah ama o. Ben bu bulmasam ıllık sıray olay dep olsa şu kimden ters kısap gitti dep öymöy mulazimet kılıp ters kısap gitti adamın öygürüp yüzüp ekilip hacetxananın içine girip üstünü saldırıp aldırıp kara tursam bulam dükkan. Bir dakika sıkıp tutar. Hacetxananın olduğu gibi Ya dinlen siz kocam. Ne mi çişimi değil mi? Kocam mübarek derler lazım. Kocam şunu bizge lazım. Canım kocam siz kirkitiyi versen. Ben bak. Dostum. Ama edem taks keşular sıddık ola. Muşu bütün edem sıkam lagmen taksidi köterse. Sı başları gelip bahsun taksidi kötürdü geldi sıkam. Edem sıddık ola. Arısta. Biz oğu. Adamga xonchilik qilsak shunchalik arziydigan odam bu. Adamning kimligini bilamlar. Senin kocan. Bizni ko'jangligini obdan bilalar ana. Yo, acaba kocan deb ketdi. Nening kocanı bu? Nening ulti? Avu. Mavu. Qavu. Qanday? Sizga ijara bergan bizim idoraning yana kelgan. Ko'jang bunda gapiradi. Unda emas. Hacetxana ola, menda ola. Sizlik ola, shunda ola. To'q ola, ayda ola. Bayan kirib, garuvga chaqmak istamma o't ketsa. Mushu ixro qilmagan jinoyatchini hech qanday qilmay agirmishlarga 15 minut o't tag'izib qo'ysa, ay tug'ilishdan burun o'tkazgan jinoyatlarida tammin deb o'tadi. Nima bor? İçiga qarg'ilmaydi. Ay kardır deganga o'tiribdi, xonsenda munardak, zambirakda o'qidak 4-5 yerga. Kocan necha yerlar? 4niki. 4 o'z to'g'ri. O bizniki bu yultuz belgilerimiz. Her birisiga vakillik qiladi bu 4. Kocan. Qo'sh. Siz mushu menejersiz faqirni tanishasiz? Ya? Siz kelar hafta mening ijarasini to'shlig'ini rostmi? Kelar hafta ijara to'shlig'ini. Kocan to'shdim. Men sizning ishkanliklarini faqat tutmay qoldim. Men sizlarga ko'rsatay jenim kocan. Qasi qo'llarini boqma. Bizni ko'jang mudirib qoldi. Jenim kocan. Men rost tutmay qoldim. Siz ishkanliklarini bilmabdimi? Makasla. Birini anchimishim deb bizning hojatxonasidan boshqa qilganimizdan adamlarga qizim qilib turgan. Ayta qilib qo'ygan bo'lsam, odamni hojatxonaga oshxonaga boshlayman emasman men. Mana qildi. Men bu odamgarchilikni bilmay, uni o'zing bizning Davudmi, beka, asligimi qarab turmasmiz. Mana bir adovatchilik qilib qo'ysa, bizning dafaqsa biz yana tamoq erkinlik qandadi dan. Ya ana, bir yordam qilib qo'ysa, nima deb hojatxona bu? Xalaqxona, taratxona, poqlaxona. Ko'jang. Adam deydi, sizni ko'jangni tunimay qoldik. Ama shu ko'janglarni bo'z, biz bir yerga olib acha ko'jangni. Razi qilsak deydi. Nemanda ishni yo'lni qilmaysizlar. Xo'sh. Men xizmat vaqtida boshqalarning tamoqini yesak bo'lmaydi. Men danglaninglar. Ma'qul. Qarshi sizlar ishni yo'lni bilmaydigan odamlar. Bizim ko'jang hozir ish vaqtida qanday tamoqni yeysiz bo'lmaydi. Nima? Qanday degan gap? Qanday dedim ko'jang? Yaxshi dedi. Jenim kocan. Manda qilinglar, men bu odamgarchilikni bilmas, sizning kelishlar faqat tutmay qoldim.
Bu ben kolamdan düşüyorum ben turbunu aydan tutamdı dedi. Atla, sizin kelişlerden bak, raskamını kızam havasını kaptım. Eğer sizin kelişlerini bilgen bolsam turbunu oңşaş emas. Hacetxonamizda o'tirsa yo'q, ko'ldan birni ko'ltib qo'yibsizlar. Zip o'ynaydi kanka. Buni ustiga mening bolalarım bilgan ishga chiqib maktabga bormagan. Qo'lim gul tutib qizil poyanda silib sizin kelishlarni bilgan bolsam, qo'ying qildim mumkin sening ko'ja. Bak havasini kaptım. Dislar, yancho. Mush kallam cho'p, na chatak. Sizin kelishlarni bilgan bolsam, VIP kartadan birini becerib qo'ydim emasmi? Ayrim bir hojatxonamizdan chetraklar bir ayrim xonada birini yasab, o'chqirib tabiga obdan sapati bir qo'yib o'tirini teshib qo'ysam, ko'pida o'tasizlar. Bizning bolalar qahva, choy damlab akirman. Hey. Ben sizden aşı 4 yıldızlık hojatxonamizda kahve, çay içip o'tiribdingiz ha? Yo'q, sizlar kelganda 4 yıldızli ko'mir tutdik. Hay, ko'jam, ko'nglim ma'nani qilayotgan qiliqini, atiq shilning oldimda elimizmi, demaydi. Kim bittoq deydi. Ko'nglim hojatxona ijara olganlarni ko'jam, undaq mulozimat qilamiz, bundaq mulozimat qilamiz, xalqimizga qulaylik yaratamiz deb burmuch ehtimomini tuzdi. O'shda ip bo'lib Yo'q, ashtam deganligim buningdan keyin deb yozgan. Qara, biz meyaga hojatxonamizga kelmagan. Bak bir qism fuqarolar, ma hojatxonaning mulozimatning nacharligi. Xo'sh. Meyada o'tirgan odamniki ma'vu muomalalar nacharlik to'g'ri shikoyat qilganlik. Ben xaridam bek nachar. Yo'q, sizlar baş xaridam. Shu xalq ajnadam shikoyat qilganlik uchun. Xo'sh. Alaydan o'zimiz tuyuqsiz tekshirib kelgan. Mana boshliq degan sizda ko'rish kerak. Mana tuyuqsiz pat tekshirib tursa, hammish o'rniga chiqib emasmi jinim ko'jam. Ma adamga makon. Qoch. Ma adamga gap to'shimidi? Sizlar adam kim bu? Men bir gapni o'zinglar bilolmas. Naqd ko'jam, ma'qul ko'jam, ma'qul. Qanday ko'jam men degan. O'zini qoldi dedi. Abidama. Masala anglasa? Xo'sh. Bo'shu. Bo'shu. Hojatxona degan qanday joy? Hojatxona degan. Hojatxona. Hojatxona bo'lgan ekan, u degan. Hojatxona bo'lish kerak. Aferin. Qanday dedim ko'jam? Men hech qanday dimidan o'tamayman. Qarang. Ma hojatxona degan gap fuqaromi kirdi? Boshliqmi kirdi? Yo'q, yurtlarmi chet-elliklar? Ularning yeyotgan yemekligi. Xo'sh. Kiyib olgan kiyimi, haydayotgan mashinasi, qilib olgan girim orqali o'lchamaymiz. Adab, axloq, shaxsiy ham muhit tozaliqqa qarshilik kifoya. Pokizlik, axloq, aql ham tan sog'liqdir degan gap bor, jinim aka. Qarang, hojatxonamizda. Yo'q, buningdagi cho'qim diqqat qilaman. Buningdan keyin Gapni o'zinglar. ma'qul ko'jam, ma'qul. Anglasa? Xo'sh. Sizlar Obdan. Ma'qul. Hojatxona yaxshi tozalab. Xo'sh, obdan tozlayman. Buzuq ayollarni o'ngshab. Obdan bezayman. Sizlar haftagacha o'tkazib bergilar tayyorlashda. Nima? O'tkazmagina? Ijara vaqti o'shirganda kelyapti. Yo'q, yana to'g'ri kiralar. Jinim ko'jam. Men o'zim ichib qolay. Endi aqal ishlasimi? Adam sizlar biz adam qanday bir qanday ishlasimi mayli qo'y endi. Jinim ko'jam bunday qildi. Men bir ichib qolay. Bir azaq bir ijozat o'stirib olsin mayli. Ayollar. Ya biz buni qaraq qoldik, achiq aydan bor hojat. Unda emas-ku. Men chaqchaq nima qilaman? Achiq aydan biz qaraq qoldik uni. Javob odamlar voda. Ya bir ish qilsa ko'rolmagan, ya pul topsa chidamagan, ya o'zi qilolmagan, ya qilgan odamni ko'rolmagan. Voy, zada ashum men qilayotgan ishni talashayotgan qosibi naisab nima ekan u? Bo'lay. Hey! Bu hojatxona ochgancha chiqib ochgan odam bor. Ko'jangning tuqquni.